Assalomu alaykum. Mana bugun navbatdagi avtomat kir mashinasini tuzatish jarayonida avtomat kir mashinasini mana bu motori ishlamayapti. Bu motorni tekshirish uchun mana bunaqa qilib ochib olamiz. Ochib olganimizdan keyin bizga tajribadan ma'lumki, mana bu kok asosiy tok hisoblanadi, asosiy prямой boruvchi. Shundan olamizda mana bu qo'shimcha 3 talik sim kelgan bo'ladi. O'zi elektrodvigatel. Buni mana tekshirib ko'ramiz. Bittasiga 47, 46 bor. Bittasi bilan tekshirsak, umuman hech narsa chuvstvo yo'q. 46, 47 ham odatda past. Mana bu yangi motor bilan solishtirsak, mana multimetrga mana sariqqa tegizamiz. 114, 13 atrofida. Bunisi bo'lsa mana 74. 113 ga 113 ga 74 ni qo'ysak, 187 atrofiga bo'lish kerak. Mana ikkalasini tektirganimizga mana 186, 85 o'sha holat kelib chiqdi. Bu demak, yangisi rабочий, zo'r holati yangi bo'lgani uchun bu esa kuyganidan dalolat beradi. Bizga asosiy tokni qanday qilib rangni yoki markirovkasi berilmagan bo'lsa qanday qilib topamiz sizlar? Har doim asosiysi kam beradi. Men bu bilan buni o'lchaganimizga, masalan, mana 74, bu bilan o'lchaganimizga 113, bu ikkalasini o'lchaganimizga mana 186. Demak, mana shu kub bizga asosiy deb hisoblanadi. Bu ikkalasi esa konditsioner orqali ulanadigan simlar hisoblanadi. Rahmat hammaga.